Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum biznes obzor kuzatuvchilari. Pechkalarga bitta baho beringlar. Mana haqiqiy bog'da bu tomondan uzib chiqyapti degandek gap. Xullas bugun biz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Kaminterindamiz. Ya'ni o'sha pechkachi lider akalarimiz oldiga kelganmiz. Tomosha qilinglar. Uji pechkalarda bu yilgi sezonga hamda tirikchilik qilaman degan akalarimizga ham qulay narxlarda, arzon sharoitda hamma yo'g'i full komplektdagi ekonom pechkalarimizni yangiliklarni ham qo'yishdi. Endi sharnilarni ham bir o'zgacha dizaynda qilishyapti ekan. Bo'lmasam biz sekin obzorimizni boshlayveramiz. Qisqa va lo'nda qilib narx-navosi, dastavkasi, olib sotuvchilarga hamda xonadonlar uchun dona xarid qilaman deganlarga imkon boricha savol qoldirmasdan to'liq ma'lumot beramiz. Qolmaganda aka, assalomu alaykum. Assalom, assalomu alaykum. Onlaynda ko'rmas. Sezonga harakat aka. Aha, shunaqa. Kecha yaltillab turuvdi. Endi yomg'ir sal sevalab o'tganiga aka mana. Kechqurun yomg'ir yog'di. Shu hisobiga zo'r. Chang bo'lib qoldi ozgina. Aka buni kraskasini hamma biladi, lekin bilmaganlarga yana bir o'rgatib ko'ramiz. Pechkani kraskalab qo'yish deyishlari mumkin-da. Ha, kraskasi shunchalik yaxshi kraskadan bo'ladi, 1000 gradusga chidaydigan. Olib borgandan keyin bitta yoqib oladi, o'zi kraska pishib, temirga birlashib oladi. Holatini yo'qotmaydi lekin. Ha, holatini yo'qotmaydi. Undan keyin xudo xolasa hidi chiqmaydi. Rangi o'chib boshqa bo'lib ketmaydi. Zo'r. Yana mana kraskalab qo'yganlarni ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Bu eski listlardan deb yo'q akalar, mana rossiyskiy garyachi listlardan mana shunaqangi holatda svarchi akalarimiz ishlab chiqaryapti. Xolasangiz bez kraska varianti, xolasangiz kraskalangan varianti. Hozir bu joyimizda 3 xil fasonda bor ekan aka. Ha, 3 xil fasoni bor. Oddiy, o'rtacha, keyin full varianti bor. Bunimiz o'rtacha variantda kraskalangan. Bunda tapchani bo'ladi. Bunaqa tepasida guli bo'lmaydi. Kraskalangan bo'ladi. O'zi tapchansiz variant yo'q ekan, hammasi tapchali ekan. Hammasi tapchali, oddiy shunday. Aka, listlarini qalinligi haqida ma'lumot bering. Xo'p, listimizning tepa pasti 2 lik bo'ladi. O'rta o't yonadigan o'chog'i 208 bo'ladi. Asosiy qalin joyi. Ha, asosiy shu yonadigan joyi 208 bo'ladi qalin. Hattoki turbalarigacha yangi turbalar ekan, qaranglar. Kempidagi elektrodda emas, Kempi pol avtomat salakada ishlab chiqarilyapti. Xo'p, bo'lmasam, bu tomonda turibdi mana pechkalarimiz. Ularni ko'rsatamiz, narx-navosi sekin yorib tiyib o'taveramiz baqa. Bo'ldi. Nech puldan qilib beryapmiz aka buni? Keyin razmeri haqida bitta ma'lumot bering, keyin narx haqida. Razmeri 25 ga 25 bo'ladi. Eshiklari ham o'tganligi kichkina chiqardi. Bu yil kattalashtirib qo'ydik. Hali katta o'tinlar ham bemalol sig'adigan o'tin ko'mirlar ham. Zo'r aka, shu orqadagi setkani maqsadini bilasizmi? Nima uchun qo'yilishini? Ha, maqsadi shu o't zo'r yonish uchun, havo yaxshi aynalish uchun dimoxod vazifasini bajaradi. Xo'p, to'g'ri. Sababi aka, men o'zim olib ishlatganman-da bundan. Ko'mir preslab qo'yardim, mana shu yergacha ko'mir qo'yardim-da. Kechasi yonganda mana tagidagi zaslonkalar asosiy havo o'tmay qolganini hisobiga u chekkalaridan havo aylanib avtogenga o'xshab pudab yonar ekan. Ha, shunaqa. Keyin buni eng bitta ishlatmaganlarga eslatma. Akalar, shaxsan o'zim olib ishlatganligim uchun maslahat beryapman. Uyimda farzandlarim bordi, yosh-yosh, lekin oddiy o'zimizda pechkalardan foydalanardim, kechasi tutardi. Rosa uyquni zo'r joyida uydagilar turing endi pechka o'chib qoldimi, tutayaptimi desa, bitta o't qo'yardim-da, yana bir tuta berib turib, yana bir alamazang isib ketardi. Shuning ichida bolalar ko'p gripp bo'lardi. Lekin bu pechkaga bitta yoqas ekan, yoqib turib, ko'mirni o'sha 7-8 kilo, 10 kilogacha bo'lgan ko'mirni tashlab qo'ysangiz, ertamatangi soat 8 gacha bir xil haroratda ushlab berar ekan. Mana bilganlarga, bitta ko'rsatib bilmaganlarga, mana shu zaslonkani 1 sm ochib qo'yadigan bo'lsangiz, mana havo upravleniyasi yaxshi. Bu joydan o't yonadi, nari tomondan ko'mir zapravka. Tepasiga bitta o'sha 10 litrli paqir, orqaga o'sha choynak panellar qo'ysalaring, ertamatangacha konditsionerda o'tirar ekan. Negativlar bo'lishi mumkin hozir. Bo'lmagan gap deb siraz yozishadi. Yo'q. Asli to'g'ri yoqishni, to'g'ri dimoxod chiqarishni bilgan insonlarga vashi dahshat narsa. Shunaqa 2-3 yildan beri qilamiz. Hali biror marta bir kishini olib unaqaga yo'q. Rahmat aytishyapti hammasi. Shunaqa. Nech puldan qilib beryapmiz endi aka buni? Puli pechkalarimizni arzon qilib yubordik bu yil. Mana shu holatdagisi 700 ming so'm. Xuddi shu holatda kraskalanmagan varianti 650 ming so'm. Kimgadir kraskasi kerak emas. Kimgadir kraskasi kerak emas, kimgadir kerak. Narigi full variantini tepasida panjaralari bori 750 ming so'm. Tapchan, mana tapchalarda bunaqalari ham bo'ladi.
Ha. Tepasida gullari, kraska hamma narsasi bo'ladi. 750 ming so'm full variant. Hozir mana shu full variantda eshitib o'taylik 750 ming so'm. Aha. Zo'r narx aka. Shunaqa. Keyin buni hali ketmonchasi bo'ladi. Tagida kuldoni ham bo'ladimi? Tagida kuldoni bo'ladi. Hozir bunimizda kuldoni olgan. Mana bu tomonda bor Ha, ekan. mana bu tomonda. Kuldoni, kul tortadigan kurashchasi bo'ladi. Buni necha pul dedik? Buni 650 ming so'm. 650 ming so'm. Mana Mana akalar, bunaqa kuldonlari kuldonlari bo'ladi. Ket ichiga solib qo'yaveradi. endi gilamiga kul ham tushmaydiganda, xudo xolasa. Shunday olib turib nima qilaveradi, ishlataveradi. Zo'r. Aka, olib sotarlarga nima deymiz? Sizdan olib tirikchilik qilaman, vohalarga olib borib sotaman deganlarga. Aloqaga chiqishaversin, juda chiroyli narxlarda Qilib beramiz, xudo xolasa, ha. Zo'r. Hurmatli kuzatuvchilar, mana sizlarga ma'lumotlar qisqa valyonda bo'ldi. 5 minut, 6 minutga sig'ibdi. Olib sotarlar, tirikchilik qilaman deganlar hamda 2026-yilda qishidan ham bir chiroyli kamera sot chiqadigan xonadon egalari bosib olsalaring bo'ladi. Mana shu kraskalanmagan bo'lganda zanglab ketadi. Hozirga bitta suv sepadi, yana top-toza yaltillab turaveradi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, akalarimiz raqamlarini pastga yozib qo'ydik. Bemalol aloqaga chiqib savdosini qilaverasizlar. Bizning nomidan chiqqanlarga yana oz-moz ehsonni qilib beramiz aka. Chiqishaversin, kelishtirib beramiz sotkilar. Xo'p bo'ladi. Jonlaringiz sog' bo'lsin, o'zimni ham ko'rsatib qo'yay. Akalar, sizlar uchun xizmatda bo'ldik. Sizlar biz uchun bitta like tugmasini bosib ketinglar. Rahmat.